Assalomu alaykum ukalar, hormanglar. Hurmatli Svarchi ukalar, hammanglar bilib turibsizlar, hozir og'ir vaziyatdamiz. Ayniqsa Nirjavik alyuminchi ukalarimizga hozir juda og'ir vaziyat. Argonli gaz muammo bo'lyapti hozir. Xudo xolisa ijobiy tomonlarga o'zgarib qolishiga umid qilamiz. Lekin bunga sal vaqt kerak bo'ladi, bir oycha vaqt ketadi. Shuning uchun ozgina sabr qilib turamiz. Agar navoda argonli gaz kerak bo'lsa, endi qimmatdan topsa bo'ladi. Taxminan 1 millionlargacha ham chiqib ketyapti hozirgi kunda. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, amallab topib beramiz, harakat qilamiz. Foydasiz shundoq qilib beramiz. Endi hozir foyda qiladigan joyda emas. Chunki ish to'xtab qolishi kerak emas. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Men sabr qilib turamiz, shunaqasi ham bo'lib turar ekan. Bunga sabablar juda ham ko'p. Qozog'iston bilan bo'lgan muammolar, ya'ni erta zavodlar to'xtab qolgan bitta vaqtinchaga. Bularning oldi olinadi. Tez kunda aholisi yana bemalol bo'lib qoladi argonli gazlar. O'zinglar ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar.